Ana assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz hurmatli yo'lovchilar. Kamchilar yo'q akalar, qiynalmaysizlarmi? Sho'rlar yaxshimi? Sho'rlar akalar yaxshi olib kelishdi akalar. Mana xudo xolasa akalar, chegaraga ham yetib keldik. Inshaalloh akalar xostam o'ylasizlar, mana bu savol. Ibrohim bilan mashhurman, представитель bo'laman. Chegarada bizning qirol akalar Ibrohim Muzaffar. Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham. Chegarada akalar men bilan sheriklarim bo'ladi bizlar. Xudo xolasa provoddan birga o'tib ketamiz inshaalloh. Akalar chegarada muammo bo'lsa, bir narsa bo'lsa bizlarga ayting. Mayli, bizga aytsangiz, sen chegarada o'tkazish. Agar dokumentlaringiz toza bo'lsa, biz javob beramiz xudo xolasa. Dokumentlaringiz bo'lmasa, o'tib ketgan bo'lsa, import bo'lsa, unga biz aralashmaymiz. Bu vashi. O'zbekistonga o'tganingizda aka nariga bu yerda Husanega degan odam kutib oladi. O'zbekiston xudo xolasa qaytib mashinamizga chiqamiz inshaalloh. Hamma Samarqand akalar. Bo'ldi. Kimga qayergacha aytilgan ovoz tashlaydi avtobus inshaalloh. Gulshan. Vizitka berildi akalar hammaga. Berdi. Akalar bergan pullaringizga, xizmatlarimizga rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Hammaga oq yo'l. Safarlaringiz bexatar bo'lsin.